Voy, yotaverib ertalabam bo'lib ketibdi-yu. Barchaga salom, sizlar bilan Doniyor. Bugungi videoda biz qishloq bilan kim? Qanaqangidir Steve. Nima bu? Xera bro? Niki nima bo'ldi? Salom qishloq, bu yerda nimalar bo'lyapti? Bizni qishlog'imizga Xera bro keluvdi. Endi quruvchilar jangi o'ynaylik dedi. Mayli dedim. Endi bu yutqazganda ta'min olmayapti. Xo'sh, qishlog'imizga xush kelibsiz, Xera bro. Rahmat. Men qishloq bilan quruvchilar jangi, binolar jangi o'ynagan edik, lekin kelisholmayapmiz. Mayli, shu ham muammomi? Birinchi navbatda qishloqi izumrudli senkimi? Ha, menikini tekshirendi. Sizlar kelishib turinglar, kim yutganini obunachilardan so'rayman. Xo'p, mayli, qishloqnikiga kiryapmiz. Birinchi navbatda parkur, har doimgidek. Bu parkurlar menga cho't emas. Tak. Bu endi nima bo'ldi? Labirintmi? Xo'p, F5 qilam. Yo, axir bu yerda baryer bor ekan-ku, qishloq bilan ekan. Bilar ekan. Xo'p, mayli, o'zimiz o'tamiz. Tak. Menimcha o'tib bo'ldik. Ha. Narvonni nimaga berdi? Yana berdilar. Tak. Ay. Yaxshiyam menda steak bor. Chinor kafeda kelgan. Chinor kafedagilar zo'r ekan. Hozir kelaman. Xo'p, mayli, keldim. Chinor kafedan zakaz qilgan edim. Zo'r chiqibdi. Tak. Hali anchagina ko'p ekan. Xo'p. Mening o'yinim yaxshigina qotyapti. Uning hisobiga yaxshi o'tolmayapman. Oz qoldi. Tak. Bunisi anchagina qiyinroq. Yo'q, ozgina qolgan edi. Xo'p, mayli. Taslim bo'lamiz. Umuman taslim bo'lmaymiz. Narvon nimaga bergan bilmadim. Balki oxirga olib qo'yamiz. Narvon bilan qulamoqchi edim. Essiz palakat. Mening steykim qayerda qoldi? Chinor kafedan zakaz qilgan edim. Xo'p, mayli.
Obunachilar, esingizda bo'lsa, Minecraftni 26.1 degan versiyasi ham chiqdi. Unda oltin gul qo'shilibdi. Faqat bir dona. 26.2 da ko'p narsa qo'shilibdi. Hozir esa u tilanuvchilarda yo'q. Yaqinda chiqishi mumkin. Yo'q, nimaga men unaqa qilyapman? Ozgina qolyapti esiz. Nega qishloqi bunchalik ko'p parkour qurgan? Yo'q, nimaga narvon bilan qilolmayapman? Shunchalik siqilib ketyapman. Qo'lim ham og'rib ketdi. Hozir yana yiqilib tushsam o'laman. Menimcha Xirabroni tuzoq binosi bunaqa shafqatsizroq bo'lsa kerak. Yoki shafqatli. Yo'q, shunday qilib chiqish ekan. Voy! Yo'q. Yo'q, men bu yerdan o'tganman. Ey. Umuman yoqmay qoldi buni tuzog'i. Shoshmanglar, menda manaqa mod bor edi. Ey, tur. Hop. Yo'q, men tezroq bo'lishim kerak. Ular kutib qolgan bo'lsa kerak. Xo'p. Men chidolmayman. Bu yog'iga narvon qo'yib o'tish kerak. Hoppa. Hop. Tak. Oz qoldi. Bunaqangi tuzoq bo'ladi deb umuman o'ylamagandim. Oz qoldi. Bir blok va tamom. Nima qilishni bildim. Endi bu yerda nima qilamiz? Qishloqi, sen ahmoqsan. Bu yerda nima qilamiz endi? Eng qiyini-ku. Monsterlar spam bo'lmasin. Va yo'q. Bak, e'tibor bermaysizlar. 1.16.5 da shunaqa bug bor ekan. Va endi Loqi, sen umuman shafqatsizsan.
Sen qanaqangi tuzoqlar qurib tashlading-a? Po'choq, o'zingni yengilmas his qilding-ku. Ey, gapirma bo'ldi, Xerabronikiga o'taman. Manimcha men sen o'tolmaysan deb umid qilaman. Ha 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 ha. Sen og'zingni yopib tur. Bildingmi? Chinor kafedan zakaz qilgan edim. Yo'q, olaman. Nimaga buncha labi oqib yotibdi? Spam point. Quloqnikiday buniki ham parkour birinchi qismi. Xo'p, bu yerda nima qilishni bildim. Xo'p, asta sekinlik bilan o'tish kerak. San'ati qo'lim lavaga kirdi. Yo'q. Chida. Uch. Yaxshi. Umuman xato qilmaslik kerak. Xo'p. Asta sekinlik bilan o'tishim kerak. San'ati juda qiyin ekan-ku. Hoppa. Tezroq qolsang-chi. Chida. Yaxshi. Men omadim kelyapti yoki yo'q? Asta sekinlik bilan o't. Steykim. Chinor kafedan olib kelgan steykim ham lavaga kirib bo'ldi. Nihoyat ikkinchi tuzoqqa o'tdik. Nima bu? To'xtanglar. Nima bu? Qanday qilib o'taman? Xo'p, mayli, bularni bosakchi. Tushunarli. Lekin bu suv bilan qanday qilib o'taman? Shoshmanglar. Ana u yerda to'q rang turibdi-ku. Demak, bu suv bo'lsa kerak. Xo'p, chiqamiz. Xerabro, menimcha sen tamomsan. Sen tuzog'ingdan o'tib bo'lsam kerak. Xo'p, asta sekinlik bilan chiqamiz. Chiq. Va chiqdik. Bu yerda otlar turibdi. Bu otlarni nima qilsak bo'ladi hozir, Xerabro? Tushunarli. Mana bunga sakrab bo'lmaydi. Demak, mana bunday qilib tushishim kerak. Botirdirib uddalolmadim. Xo'p. Bunga suv bersa kerak. Hozircha menda suv yo'q. Mana bunday qilamiz-da. Asta sekinlik bilan. Ana u yerda suv bor ekan. Xerabro, nimaga sen bunga e'tibor qilmading? Mana, water drop qilmasak ham bo'ladi. Xo'sh, men hozircha kim yutganini men ayta olmayman. Shuning uchun bunda obunachilar aytadi.